Arxiblis. Men qaytib keldim, mening lordim. Oddiy sharoitlarda marosim tugaguncha kutgan bo'lardim. Lekin ruxsatingiz bilan bu ruhlarni to'liq tiriltirish uchun sehrlar yetarli emasdek tuyuladi deb aytishimdagi beparvoligimni kechiring. Ha. Bu yerdagi sehrlar miqdori yetarli emas. Men o'rniga hayot kuchimdan foydalanaman. Iltimos shoshmang, mening lordim. Hayotiy energiyangizni ishlatishni hojati yo'q. Menda ajoyib g'oya bor. Iltimos, bu ikkalasidan foydalaning. Ular siz uchun foydali bo'lishi mumkinligidan faxrlanishadi. Hech narsa bizni bundan ko'ra baxtliroq eta olmaydi. Tushundim. Bu sehrlar miqdorini to'ldirishga imkon beradi. Sening taklifing qabul qilindi. Beelzebub. Men ularga qanday hasad qilaman? Ma'zur tutasiz. Kerakli miqdordagi sehrlarga erishildi. Ruhiy tiriltirish maxfiy san'ati boshlandi. Baholash. Bu maxfiy, oliy ruhiy san'at. Bu yangi tug'ilgan iblis lordimi? Hatto Lord Karyon ham bunday qila olmasdi. Ta'riflashga til ojiz. Men har qanday holatda ham uni bo'ysunuvchi sifatida qabul qilinishim kerak. Ruhiy tiriltirish maxfiy san'ati, o'liklarni tiriltirishni maxfiy san'ati. Ularni amalga oshirish juda ko'p sehrlarni talab qiladi. Va ularni boshqarish uchun zarur bo'lgan sehr tasavvurdan ham oshib ketadi. Muvaffaqiyat ehtimoli 3.14% ni tashkil qiladi. Lekin bu raqam men iblis lordi bo'lishimdan oldin hisoblangan edi. Endi evolyutsiya yakunlandi.